bir serialni 20 minut yoki 25 ga borsa 30 yo 35 minut bo'lishligini bilardim. Lekin bitta serialni oddiy bir qismi 1 soat 20 minut bo'lishligini men shu serialda ko'rganman, to'g'risi. Ya shunaqa ham bo'ladimi? Shuna uzun bo'ladimi? Tavba. To'g'ri, hozir adashib turgan bo'lishligi mumkin, balkim 1 soat 20 minut emas, 1 soatligi aniqda, men bilganim shu. Men to'g'risi boyvik kinolarda, rus kinolarida ishqovozi bo'lganman, lekin bir kun kelib romantika drama ko'raman deb o'ylamagandim, to'g'risi. 2003 yoki 2004-yillarda O'zbekiston teleradio kompaniyasidan fragmani bo'lib o'tdi. Yaqinda efirga uzatilishni boshlaydi dedi. Maktabda o'qib yurgan paytlarimiz mana shu muzika bilan adashmasam fragmani shunaqa edi. Shu muzika bor. Endi bu kinoni insonlarni jalb qilishlik tarafi u paytlar shuni bilishingiz kerakki, hozirgi atmosferasiga, o'sha paytlarga qaytadigan bo'lsak, biroz orqaga qaytamiz hozir. Ya'ni o'zingiz tushuning, 2003-2004-yillar internet unaqa bizda rivojlanmagan, odamlar e'tibori ko'p odamlarda parabolitik antena yo'q, ya'ni sputnikli antenalar yo'q. Hozirda qangi YouTube, Netflix, boshqa narsalar bo'lmagan. O'zbekiston Respublikasi hududida butun territoriyaga tarqalib turgan ikkita televideniya bo'lgan xolos, Yoshlar va O'zbekiston va lokalniy kichkina shaharlarda o'zini kichkina televideniyalari ham bo'lgan, o'sha yerdan tashqariga chiqmagan, lekin asosiy ikkita kanal bo'lgan, butun respublika viloyatlarida ko'rsatilgan. Odamlarda asosiy e'tibori televideniya bo'lgan yoki radio, Vodiy sadosi radiosi yoki shu ikkita televideniya bo'lgan xolos deb bilaman, men bilganim shunaqa edi. Odamlarning fikri ham ko'pincha bitta joydan chiqishning sababi yoki ko'chaga chiqib bittasi kuniga mahallada o'tirib bir narsani muhokama qilmoqchi bo'lsa, shu ikkita televideniyada ko'rgan narsasidan kelib chiqqan holatda muhokama qilinardi. Bilganim shu. Tabiiyki o'zim fikrim aytib o'tdik, o'sha paytda ko'rgan narsalarimni. Serialga qaytadigan bo'lsak, men ko'rgan ikkinchi koreyskiy serialim, birinchisi Qalbim chechagi bo'lsa, ikkinchisi bu. Bu serial keladigan bo'lsak, bu serial O'zbekiston Respublikasidagi o'sha paytdagi pokoleniyaga, ya'ni avlodga seriozniy ta'sir qilgan. O'zi aslida ko'p qanaqa narsa ko'rsatilsa, yaxshi ta'sir qilardi o'sha payt. Oddiy misol, ochki toqmaydigan yoki ochki toqqanlarda ochkari deb masxara qiladiganlar ham shu serial chiqqandan keyin ermakka ochki toqqanlari ham bo'lganda, qizlarga yoqishlik uchun. Ochki toqib xuddi kabutdi botanik demaligi umnik, ya'ni aqlli ochki toqishlik bir aql nimasini ham belgisini bildirib turadi. Odam ko'p o'qiydi, o'sha hisobiga nurini ko'zini ko'p nima yo'qotganda, balki umnik qilib ko'rsatadi ochki. Ochki toqqanlarni ham istayman hozir. Yo, ko'zim o'ngida turibdi o'sha bala ham. Keyin ikkinchi tarafi sochini ham o'shana prichoska qilganlardi va sochini sariqqa bo'yab olganlarni ham istayman-da, shu kinoni ta'siridan, shu serial ta'siridan-da. O'sha paytda endi hozir buni agar yoshlar eshitib turgan bo'lsalar, dadalaring o'shalardan bittasi bo'lishligi mumkin-da. Agar hozir kulgili bo'lishligi mumkin, agar yoshlar eshitib turgan bo'lsa, sizlar dadalaring shunaqa kiyingan bo'lishligi mumkin. O'sha hisobni olasizlar yoki ayalaring o'sha qizga taqlid qilgan bo'lishligi ham mumkin. Hozir g'alati tuyulishligi mumkin. Ko'p narsa bor, biz faqat hozir qish san'ati haqida gapirishyapmiz. Bu serialda boshqa seriallardan biz ilgari nafaqat koreyskiy, balki u paytda amerikanskiy, latinoamerikanskiy seriallar ko'p uzatilgan efirga, ya'ni ko'p ko'rsatilgan nimada. Biz odatda latinoamerikanslar serialni ko'rib o'rganib qolganimizdan koreyskiy serial bizga umuman boshqacha kulturda, madaniyat bilan kirib kelganda, o'shaning hisobiga u ochiq serialdagi fahsh ishlarga nisbatan koreyskiy seriallarda biroz kamroq edi. Uni xotini bunga, buni xotini unga xiyonat qilgan va bunday narsalar koreyskiy serialda kam bo'lganligi uchun menimcha O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi asosan shunaqangi seriallarni ko'paytirishni boshlagan. U paytda Koreya bilan O'zbekiston muomalasi yaxshi bo'lganligi uchun adashmasam o'sha hisobiga shuna seriallar ko'rsatilgan deb bilaman. Serial, ya'ni agar taqqoslaydigan bir-biriga qarshilashtirib balki nima taraflari deydigan bo'lsangiz, men odatda boyvik kinolar ishqibozi bo'lgan taqdirimda ham meni bu serialda ushlab qolgan narsa dublyajli ustalar. Ya'ni bir kinoga ovoz beruvchi qahramonlar shunaqangi darajada professional ovoz berganki,
Nafaqat qish san'atasi va shu bizdagi ovoz berish professional ustalik va shu kuchli bo'lgan o paytlar 90-2000-yillarda aytyapman. Ya'ni 90-yillar, 2000-yillar deganim 90dan 99gacha, 2000dan 2009gacha degan ma'noda tushuning. Shunaqangi yaxshi berilgan. Hozir endi u ustalar ko'pi qaridi, ko'plari vafot etib ketdi. Ya'ni shunaqa yaxshi ovoz sohiblari. Lekin biz shunaqangi pokoleniyada o'sdikki, professionallarni nimasidan, mevasidan foydalanib oldik. Ya'ni yangi pokoleniya qanaqa tarjima qiladi bilmayman. O'sha dublyaj professionalni bo'lganligi uchun shu narsa ushlab qolganman. Obrazga kirib, ya'ni chotki ovoz berganligidan bir ikki soundtracki вообще chotki edi, ya'ni yozilgan muzika va syujeti juda yaxshi edi kino. Odatda men vashi buni kinolarda drama, romantika vashi ko'rmayman. Lekin nimagadir majburda, boshqa alternativam yo'q. Parabolitik antenniz bo'lmagandan keyin o'tirib kod qisib ko'riladigan kino bo'lganda, boshqa narsa ham bo'lmagan. Ko'rganmiz, lekin arada-sirada Baybek boshlanib qolsa, asli o'chirib boshqa Baybek ham ko'rib o'tiraverganmiz. Lekin asosiy nimamiz babi shu kino bo'lgan. Kino ko'rsa bo'ladimi? Tabiiyki ko'rsa bo'ladi. Anaqa joylari pashti yo'q. Ochiq-sochiq joylari, ya'ni ochiq deganda nimani nazarda tutib turganmi, o'zlaringiz tushunib turibsizlar, unaqa narsalar yo'q. Faqat ko'rgan paytlaringda telefon chuqulamasdan xayolni boshlanasiz. Chunki kino qish san'atasi deb nomlanadi. Qish san'atasi deb nomlangandan keyin qishda hamma narsa sekin bo'ladi. Kinoni o'zi ham slow motion stilida-da, ya'ni hamma yo'q sekinda o'tirib olib, qishish hozir qish, issiqqina jumpay bog'da kiyib olib, pechkaga oyoqni uzatib, shirin narsani ichib yo yeb ko'radigan serialda bu. Unaqangi har 5 minutda telefonga qarab yoki qaysidir o'yinda chuqulab, YouTube'ga kirib, Instagramga kirib o'tiradigan kino ko'rsangiz, u kinoni kasini ham ko'ra olmaysiz, to'g'risi. Nima ko'rdingiz, nima yo'q bilmaysiz. Telefonda AV rejimga qo'yib yo javonga otib olib ko'riladigan filmlardan bittasi. Filmda kirishdi nimam yo'q, ya'ni kirib tushuntirishdi, qahramonlarni tushuntirishdi kerak yo'q. Film juda qiziq film. Agar ko'rsangiz, ko'rishga arziydimi? Ha, agar HD kачествоsi bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Bilmayman, hozir bormi HD kачествоda. Biz endi DVD kачествоda ko'rganmiz. Hozircha podkast shulardan iboratda. Aslida вообще uzun qilib, daskanalniy qilib tushuntirsam ham bo'lardi, lekin to'g'ri kelmaydi, to'g'risi slishkim uzun bo'lib ketadi, hamma ham ko'rmaydi. Boshqa seriallarda ham esimga kelib qolsa podkastni qilib beraman. Har xil voqealarda agar esimga kelib qolsa uni ham ichida aytib o'tib ketaman. Sog'-omon bo'linglar. Podkast yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha sog'-omon bo'linglar. Haqiqatan like bitta bosib